Aholini qiynayotgan muammo va kamchiliklar bugun o'z yechimini topishi uchun hududlarda mahallabay tizimi orqali keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Tizim asosida bizning tumanimizda ham arzirli ishlar amalga oshirilayotir. Tuman hokimi boshchiligida G'aznov mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tgan o'rganishlarda ayni muammolarni aniqlash va ularga yechim topish masalasi asosiy maqsad qilib olindi. Uyma-uy yurgan ishchi guruh a'zolari bevosita sektor rahbari tuman hokimi boshchiligida fuqarolar bilan suhbatlashdi. Xonadonlar, oilalar va ulardagi muammolar manzilli o'rganildi. G'aznov mahallasidagi o'rganishlarda aholi o'z navbatida tashkil etilgan uchrashuvlarda berilayotgan e'tibor va g'amxo'rliklar haqida gapirishdi. Amaliy islohotlardan minnatdor xalqimiz kundalik muammolar yechimiga ham umid bildirishdi. G'aznov mahallasidagi muammolardan biri bu ichimlik suvi ta'minotidir. Qilingan sa'y-harakatlar va tashabbuslar orqali mahallada yangi suv qudug'i qazildi. Mutaxassislarning bildirishicha, bu muammo ham mahallada yaqin kunlarda o'z yechimini topadi. Mahallada yangi maktab qurish va ta'lim sohasidagi muammolarning yechimi bo'yicha ham fikrlar almashildi. Aholini qiynayotgan dolzarb muammolar bosqichma-bosqich hal etilishi berilayotgan e'tibor nishonasi ekanligi ta'kidlandi. Bugun G'aznov aholisi har qadamda oilasini tebratish, halol mehnat bilan farzandlarini tarbiya etishda astoydil harakat qilishmoqda. O'z tomorqasidan daromad topib, islohotlar samarasidan xursand fuqarolar istiqomat qilishadi. G'aznov mahallasida. Bugun kelib bizni tanishdilar, hamma yoqda qaradilar. Muammoni so'radilar. Muammo yo'q, qanigimiz bor, o'zimizga tinch. Daromadimiz yaxshi, Xudoga shukr. Sotdik. Yaxshi, o'zimizga tinch. Siz shu panidan qancha daromad olasizlar? Ancha 5 milliondan ko'p Daromad olasizlar. olamiz. O'rganishlar jarayonidan ogoh bo'lgan g'aznovliklar bevosita yo'l-yo'lakay bo'lib o'tgan uchrashuvlarda tuman ishchi guruhi bilan suhbatlashdilar. Muammolar birdaniga emas, balki hamjihatlikda bosqichma-bosqich hal etilishini his etayotgan fuqarolarimiz bo'layotgan bunday o'zgarish va e'tiborga nisbatan o'zlarining fikrlarini bildirishdi. So'x tumani hokimimiz kelib uyma-uy kirib har bir xonadonga kirib muammolarni o'rganib, muammolarni vaqtida bartaraf qilishga harakat qilyaptilar. Mana kecha o'zimizda Toshmazor mahallamizda svet tarmog'ida biroz nosozliklar bor edi. Shu bir kunning ichida shuni bartaraf qilib, alhamdulillah mana svetlarimizda hammasini joy-joyga qo'yib berdilar. Mana yaqinda 21-maktabimizda ham ta'mirlash ishlarini yo'lga qo'yib, mana bir haftaning ichida ta'mirdan chiqarib, to'liq ta'mirdan chiqarib, mana hozir bolalarimiz borib yana darsliklarini davom ettiryapti. Biz bundan mana G'aznov xalqi nomidan prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun mahalla tizimi fuqarolarimizning yordamchi kuchi va vositasiga aylanib bormoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan mahalla beshligi faoliyatiga berilayotgan e'tibor ularning zimmasiga katta va ulkan mas'uliyat yuklaydi. Bu mas'uliyat o'z xalqiga, fuqarolarga halol va sidqidildan xizmat qilish majburiyatidir. Zotan bugun xalqimiz ham mahalla mutasaddilariga ishonch ko'zi bilan qarashlari lozim. Chunki ular xalqimiz xizmatchilaridir. Mana 2023-yildan boshlab mana 5-yanvarda mana xonadon kirib, mana 585 ta xo'jalikka polni kirib chiqib 1096 ta anketalarni, xotin-qizlarni anketalarini mana to'ldirdik. Mana hozir nogironi bo'lgan ayollarni, mana ishsiz xotin-qizlarni, boquvchi qotgan nogironi bo'lgan ishsiz xotin-qizlarni ro'yxatini tuzib, manzilni mana ishlayapmiz hozir. Mana hozir ham mana xonadon kirish mana davom etyapti. Mana hozir So'x tumanimiz hokimligidan mana xotin-qizlar raisi, mana Safarova Madina opa, mana shular bilan yana boshqatdan mana xonadon kirib, aholini muammolarni so'rab, muammolarni yozib, ba'zi muammolarni mana joyida bartaraf etyapmiz. Mana hozir bugun ham mana 9 ta oilaga kirdik. Mana 5 tasini joyida mana muammosini bartaraf etdik. Masalan, mana 4-bosqich ayollar daftariga kirityapmiz. Har biriga individual to'ldiramiz, anketa to'ldiramiz. Keyin ularni biz masalan toifalarga ajratamiz. Masalan, 6 ta toifa.
ishsiz ayollar, boquvchisini yo'qotgan, nogiron, kam ta'minlagan, keyin o'sha nogironi bor, o'shalarni masalan qaramog'ida nogironi bor, o'shalar bilan u band ayol, mana shular bilan manzilli ishlayapmiz hozir. Bir kunlik o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, muammo va kamchiliklar mahallada yo'q emas, bor. Biroq ularning hal etilishi va bartaraf etilayotgani yaratilgan tizimning samaradorligidan dalolat bermoqda. Eng asosiysi xalqning, fuqarolarimizning kayfiyati ko'tarinki. Chunki bugun amalda qilinayotgan amaliy ishlar tufayli inson qadri ulug'ligi har qadamda o'z isbotini topmoqda.